Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana Gazalken shahrimizda 6 so'ti 5 xonali Novoy stroyka korobka holatidagi uyimiz. Uy egalari 85 ming so'rashyapti. Yerimiz tep-tekis, to'g'ri burchak, ko'chalariga to'liq asfalt bo'lgan. Uy atrofidan gaz, svet, suv, Wi-Fi hamma yoq o'tgan. Uy ichiga ham reskalar tortilib, yengil santexnik ishlar tayyorlab qo'yilgan. Bu darvozaxonamiz. Mana o'rtoqlar, uyimizning bu tomondan ko'rinishi. Hovlimiz to'g'ri burchak, tekis joydan. Mana o'rtoqlar, kirganda uzun koridor. Chap qo'lga mana oshxona uchun joy. Yengil shpakovkasi tortilib, elektr suv bilan santexnika petaklari tashab ketilgan. Bu yoq mana zal qismimiz. Bu yoq vannaxona, sanuzel uchun joyimiz. Alohida sanuzel uchun ham joy. Yana bitta mana 5 ga 5 xonamiz. Xuddi shunaqa ikkinchi xona mana yana bitta yotoqxona uchun. Bu ham bitta uzun zavqsiz ham bo'ladi, yotoqxona uchun ham zo'r joy. Mana o'rtoqlar, uyimiz tep-tekis, to'g'ri burchak. Uzunasiga 30 metr, eniga 20 metrlik. Uy egalari ushbu xonadonimizga 85 ming so'rashyapti. Bemalol yana uy egalariga aloqaga chiqib, narxlarini kelishib olishingiz mumkin. Pastda uy egalari raqamlarini qoldiramiz.